Tushunmadim. O'tib keting. O'tib keting. Az gaplashaylik. Mayli, hop qochib turing. Hojat ketadi. Hojatga bizdan bormaysiz. Yo, mayli shu yerda edi-da, siz qochganingizda ulgurarim gaplashishga. Mana gaplashgan o'rnlar bor, xodimlar bor. Ketib oling. Rahmat. Tushunmadim. Nima edi o'sha? Tushunmadim. Yo'q, gaplashaman dedim. Ha, nimaga men ko'rsatdim, olsin dedim. Siz eshitib o'sha narsani. Ketayotganini olsin dedim. Nima aytyapti? Rahbarlar, siz qo'shxonaga ketyapsiz, ketyapti. Bugün konuştuklarımızı düşündün mü? Düşünecek bir şey yok. Yaxshi, biz rahbariyatlarga bilan bo'lib kerak emas. Kelishtiring. Muomalasini qarang. Xodimlar shunaqa bo'ladi. Kim muomalasiga noto'g'ri bo'lyapti? Ha, singlim? Rahbariylar ham chiqib sizdan. tayyor bo'ldik, nima qilasiz? Hojat ketgan. Mashina bilan bormaydik hojat. O'zi shunaqa bo'lgan. Mashinalar man ko'rganim, chiqqan keting, olib ketyapti. Tashkilot o'zi aka 12 yil halol ishladi. O'sha 12 yil ichida ko'rdim bu tashkilot. Hojatga O'sha halol ishlagani yoqmagan. Bu bundan mayli. Hozirgi paytda sizlarning tashkilotlar xat yuboryapti. Sen mehnat daftarchangni olib ketdi, bularga xat yuboryapti. Agar sizlarning tashkilotlarga daxli bo'lmaganda sizlar yubormasdinglar u narsani. Men siz savolingizga javob berishga mas'ul emasman. Nimaga davlat xodimisiz? Davlat xodimisiz? Tashkilotim to'g'risida O'z tashkilot sir asrorlarini oshkor qilmaslik ochilganligi sirmi? Qachon ochilganligini aytish sirmi? Men hech kim bo'lgani uchun mas'ul. Men o'zim tanishtirdim. Jurnalistmandim. Haqqim bor. Qaysi jurnal, qaysi nimadan? Taftish o'z axbordagi deydi. Nimada? Taftish o'zdan. Burası ihanet köprüsünden önce Nimaga qochyapsizlar, ha? son çadır. ishlagan mana sizda. Qayerda ishlagansiz? Tumisda. Hali 11 minut bor aka. İyi düşün. Qaysi bo'lyapti? Qashqadaryoda. Ketayotgandan oldin. 2023 18-dekabrda bo'shatgan ekan, 2024-yil 7-oyda bizning hujjatlar ko'rinyapti. Bo'shaganligimiz haqida. Ana endi bular davom muddat deb chopib yuribdi. Sizda bo'shatgan rahbar bormi sizlarga? Endi aka hozir biz idoraga boramiz, mana shu yoqqa ko'chgan deb bizani bu yoqqa jo'natib yuborishyapti. Bana bunu neden yaptınız Polat Bey? Müsaade etseydiniz de Nasıl beni niye böyle öldürselerdi. Foydasi yo'q ekan bularga. Şahsen beni öldürmeleri için Bularda elimden точно geleni ayb borligi yaptım. aniq. Yo'q, Ama necha muvaffaq milliardlik, 100 milliardlik abyomda Ben kimim ki? hamma Benim menga o'xshaganlar değersiz nomidan yopib yuborishyapti. Stratejik öneme Bular ham sahip. o'sha ishlagan joy Qog'ozda qo'yapti. ko'rinib turibdi. 200 milliardlik narsa. 1-2 milliard emas, 200 milliardlik narsaga Yaxshi, videosini qo'yib beramiz. Bu har bitta xodim qochayotgan ish vaqtida. kerakda bu narsa. Albatta Pullar qo'yadi. qanaqa talon-toroj bo'lib ketyapti. Yo'q joyda oddiy halol ishlagan xodimni bo'shatib yuborasiz. 12 yil halol ishlaganman. Zig'irchalik ayb topib bersa, o'zi shunday rozi bo'lib, chiroyligina bir